Mantiqqa asoslangan holatda testlarni to'g'ri javoblarini topamiz. Bu testga qanday kiritilgan? O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro hujjatlar to'g'ri ko'rsatilgan javobni aniqlang deyilgan. Demak, biz bu yerdagi xalqaro hujjatlarning birortasini bilmaymiz va qaysilariga O'zbekiston qo'shilganini ham bilmaymiz. Bu holatda qanday javob topishimiz mumkin? Demak, birinchisi, xalqaro madaniy hamkorlik tamoyillari to'g'risidagi deklaratsiya. Balki O'zbekiston bunga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Bunga plus belgisini qo'yib turamiz. Ikkinchisi, inson huquqlari to'g'risidagi Amerika konvensiyasi. Bu yerda bizni Amerika so'zi o'ylantirdi. Bu geografik jihatdan, qit'a materik jihatdan Amerika davlatlari qo'shiladigan hujjat bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, texnika va kasb ta'limi bo'yicha konvensiya. Demak, balki O'zbekiston bunga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Biz buni bilmaymiz. Shuning uchun plus belgisini qo'yamiz va to'rtinchisi, Yevropa sotsial xartiyasi. Demak, bu yerdagi Yevropa so'zi ham bizni o'ylantiradi. Mantiqan o'ylab qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston Yevropada joylashmagan va Yevropaga yaqin hududda ham emas. Va bizda mantiqan to'g'ri bo'lgan javoblar 1 bilan 3 bo'lyapti va bizda B javobi. Shunda bizda to'g'ri javob ham B javob bo'ladi. Bu holatda testni mantiqqa asoslangan holatda topishga harakat qildik va to'g'ri javobni topib oldik. Shunga o'xshagan test tahlillarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta sahifamga obuna bo'lib qo'ying.